Assalomu biratlarim, akrobatlarim. Va bugun davomi. O'sha seriyalarni va uy qurishni davom ettiramiz. Men ozgina aylanib borib keldim. Endi ozgina mana bunaqa narsalar chopib buzib keldim-da. Mana bunaqalardan anchagina, chunki ko'proq kerak bo'ladi dedim. Va ikkinchi etash quramiz bugun va xonamni davomini davom ettirib qo'yamiz. Xo'p, birinchi bu menimcha uxlab olgan yaxshiroq. Sizlar ham shunaqa deb o'ylasanglar, like bilan podpiska bosib qoldiringlar. Va bu videoda agar 2 ta like olsa, men davomini olaman. Xo'p, va yotib uxlab olamiz. Уже o'rganib qoldim, mayli. Hoppa, yapemni kakush. Hop, tixo. Hop. Tayyor. Mana endi tepasini mana bu bloklardan qurib chiqishimiz kerak bo'ladi. Hop. Endi ovozini Minecraft maksimum ko'taramiz. Hop. Ovoz babaram приятный. Sizlarga ham mana shu ovoz yoqqan bo'lsa, like bosib qoldiringlar. Va mana bu yerdan ham qo'yamiz. Hop. Mana buni ham. Hop. Mana bunday. Hop, mana endi tepalarni ham oxirigacha quramiz. Hop. Keyin mana bu tomonroqqa ozgina surmoqchiman, chunki bu yerda chiroyli sakuram turibdi. U sakura ko'rinib turishi uchun men bu yoqroq surishim kerak bo'ladi. Hop, davom ettiramiz qurishni. Men bu yoq suramiz, men bu tomonroq va bu tomonroq. Hop. Bu yerni ham quramiz. Bam. Hop, mana endi mana shu tomonni qanaqadir chiroyli shaklga o'zgartirishimiz kerak. Mana bu yerga qo'yamiz va davom ettiramiz qurish bilan. Hop. Mana bu yerga. Voy, ochib yubordim. Bularni ekonom qilish kerak, chunki juda ham qiynalib ketdim, juda ham uzoq uchgandim. Hop. O'tgan videoda sizlar bitta like olibsizlar. Shuning uchun men davom ettiraman va bu videoda 2 ta like olib ko'ringlar. Juda ham zo'r bo'lardi. Agar 2 ta like olsak, juda ham xursand bo'lardim va juda ham minnatdor bo'lardim. Hop, endi buni bu yerga qo'yamiz va mana bu yo'llarni to'ldirib chiqamiz. Hoppa. Mana bu yerlarni ham to'ldiramiz. Hop. Oy. Hop. Mana bu yerga. Endi mana bularni bo'lsa, mana bu yerga qo'yib chiqamiz. Hop. Mana endi buni bu yerga, buni va mana buni bu yerga. Hop, endi buni teparoq qurishga to'g'ri keladi va mana bu bloklarni olamiz va mana bularni buzamizda. Mana bularni o'rniga qo'yamiz. Mana shunaqa yetib qolsa kerak. Hop, endi bu tarafdan ham mana bu yerga
qo'yamiz. Hoppa. Va bu yerdan mana bu yerga oyna bo'ladi. Bu yerga ham mana bu eshik, mana bu yerda eshik bo'ladi. Va hop, endi mana bu yerlarni ham qurish kerak. Men darixlar borku, bekorga bunaqa baland qurmadim. Hozir sizlarga ko'rsataman o'zim ideyamni. Men bu yoqqa qilamiz-da keyin xuddi kepkaga o'xshab mana bu yerdan uzaytirib qo'yamiz. Yomg'ir tushmasligi uchun, haqiqiy hayotdagidek bo'lishi uchun. Mana shunday. Hop hop. Shunday, mana shunday, mana shunday, va mana shunday. Va bu yerdan ham shunday va mana shunday. Mana juda ham zo'r chiqadi. Agar sizlarga yoqayotgan bo'lsa, bu yana olaman. Minecraft yoqsa, qanaqadir modlarni yoki shunga o'xshash narsalarni menga savat berib turinglar. O'sha modlarni topishga harakat qilaman. Hop. Endi mana bu yerdan mana bularni olish kerak, tekisroq bo'lish uchun. Hop. Ovoz juda ham приятный, eshitib ko'ringlar. Hop. Mana endi mana bularni oxirigacha qurib qo'yish kerak. Aha. Mana bunday. Mana shunday. Ana. Chiroyli va zo'r bo'ldi. Mana endi mana bulardan eshik yasashimiz kerak. Sal zayg'acha qolgan va kiramiz. Pechni ochamiz va mana bulardan eshik yasaymiz. Bam, tayyor. Mana endi tepaga chiqamiz. Hop, va tepaga chiqamiz. Va mana bu yerga eshikni joylashtiramiz. Hop, teparoq, bo'tga ham. Tushib ketdim. Hozir o'zim to'g'rab olaman. Hoppa dedim. Birinchisini qurganimiz ma'qulroq shekilli. Hop, menga pol bloklar kerak bo'ladi, chiroyli bo'lishi uchun. Xonamga kiramiz va mana bu yerdan pol bloklar yasaymiz. Hop, pol bloklarni mana bunday yasaladi, adashmasam. Hop, qani mana. Hop. Bo'ldi, pol blokni menimcha mana endi turibdi va mana bu yerga qo'yamiz va harakatda pol blokni olamiz va shular bilan zina quramiz. Mana bu tepaga chiqish uchun mana bu yerdan qurishni boshlaymiz. Hop. Endi mana bu yerga bitta bloklardan qo'yamiz va mana bu yerga va keyin yana pastiga yana bloklardan qo'yamiz va mana bu yerga qo'yamiz. Hop. Mana endi mana shu joylarga ham zina qurish uchun mana bunaqa bloklardan qo'yib davom ettiramiz. Shunaqa agar bloklardan qo'ysak, bizga yordam bo'lishi mumkin. Hop. Mana pastiga qo'yib ko'ramiz va mana bunday. Bo'ldi. Mana endi mana bu bloklarni buzib chiqsak, chiroyligina zina bo'ladi. Mana bu yoqlarni ham, mana bu yoqlarni ham sindirib chiqamiz. Hop. Bu yerda nima qilsak? Bu holatda hozirroq bu tarafga suramiz. Va sal bu tarafroq suramiz va mana bu yoqqa suramiz. Hop, endi mana bu yoqlarni buzib chiqishimiz kerak bo'ladi va mana bularni yana qaytarib mana bu joyga qo'yib qo'yamiz. Hop, mana endi mana bu qurishlarni davom ettirsak ham bo'ladi, chunki mana bunaqa Короче, sizlar tushundinglar. Bu tarafroqda qurishimizga yordam bo'ladi. Hop, mana bu tomonga qurishni davom ettiramiz mana endi. Hop, mana bu yoqroq qursak, yaxshiroq chiqadi. Hop. Endi mana buni buzamiz, mana buni buzamiz. Mana buni oshirib yubordim. Bu yoqroq qilamiz. Mana buni buzamiz. Mana endi mana bu blokni ham buzamiz. Mana bunisini ham buzamiz. Mana endi bo'lsa mana bu yoqlarga joylashtiramiz. Mana endi bemalol ko'tarilsa bo'ladi, to'g'rimi? Va to'g'ri, sen hazillashdim. Qo'yilsangchi.
O'zingga kel, Minecraft qotma. Qotma dedim, nima bo'lyapti? Wow. Qatardor juda ham kuchli TNT portlatib shekilli, mayli. Mana bularni buzamiz, o'tib ketish uchun yordam bo'lishi uchun. Va chiroyliligini qaranglar. Mana bu yerga endi ozroq davom ettirib qo'yamiz. Mana bunday qilib. Mana. Tayyor. Va xo'p, mayli. Keyingi seriyada buni davom ettiramiz. Va hammaga xayr, paka-paka.